Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin. Ramazon dasturxoni uchun ikkita mazali shirinlik ko'rsatmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib, juda ham foydali, to'g'ri taomlanadigan, ovqatlanadigan ayollar hamma uchun chiroyli shirinlik tayyorlaymiz. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa 4 ta bo'li oddiy guruchli parhezbob nondan olamiz. Albatta Toshkentda yashaydigan bo'lsanglar bemalol korzinka degan do'konlardan olishingiz mumkin. Men shunaqa nondan iste'mol qilib turaman, o'zim sog'lig'imga ahamiyat beraman juda ham. Mana shuni oddiy 4 tasini oldim. Buni nomini topa olmadim nima deb atalishini. Va mana oddiy blenderda maydalab oldim. Bu nonni guruchligi bor, bug'doyligi bor, makkajo'xorligi bor. Xohlaganingizdan tayyorlashingiz mumkin. Ana endi bitta ko'rayotganingizdek bananni maydalab solamiz. Uni ham blenderdan yaxshilab maydalab o'tkazamiz. Hamma mahsulotlarni solib olamiz avvalambor. 20 gram kakao soldim. Aytganimdek hamma mahsulotlarni opisiyaga yozib qoldiraman qanchaligini. Mana rus tilida ham yozib olman. Qalbi go'zallarim, albatta sizlarga maslahatim bor edi. Har doim yeyotgan taomimizni, nima yeyotganimizni, qanaqa kaloriyasi bor, ko'pmi kammi shunga qarab ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun kelajakda inshaalloh shu kanalimga o'zimdan taomlarimga ahamiyat berib ovqat yeganimda o'zimga pishirgan shunaqa shirinliklar bo'ladimi, ovqatlar bo'ladimi? Sizlarga ham ilinib, yaxshi chiqsa tayyorlasam, ya'ni qo'limdan kelsa shunani kanalimga joylab bormoqchiman. Albatta sizlar ham buni ko'rib, tayyorlab sog'lom turmush tarziga ahamiyat berishingizni xohlamayman. Albatta farzandlarimga, jigarlarimga, tanishlarimga. Mana shu jarayon davom etyapti. Ozgina qiyin bo'luvdi, chiqarish sekin to'xtatib qo'shuvdi, sekin yana mahsulotni yoyib yubordim. Mana endi yana blender qilib oldik. Yaxshilab maydalab olamiz. Qo'limizni ho'llagan, namlagan holatda shakl beramiz. Albatta xohlagan shaklida shakl berishingiz mumkin. Xohlasangiz dumaloq qilib, xohlasangiz uzunchoqroq qilib, men shunaqa shaklda shakl berdim. Butun oila a'zolarimizga juda ham yoqadi, tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganimda farzandlarim o'zi 5 dona chiqdi. Farzandlarim talash-tortish yeb qo'yishdi, maydalab berdim. Albatta sizlarga tavsiya qilib ko'raman, tavsiya qilaman. Chiroyli qilib shakl beramiz. Videoni keskanim yo'q, ozgina tezlashtirdim. Chunki bu jarayon juda ham qiziq. Aytganimdek, o'zimizda taomlarimizga ahamiyat berib yemasak, yoshimiz 40 dan 45 dan oshgandan keyin ozgina qon aylanishi, ya'ni qon quyuqlashadi, qon aylanishi qiyinlashib qoladi va ortiqcha vazn ham odamni ko'p kasalliklarga olib boradi, bilasizlar. Ana endi 5 ta chiqdi, tayyorlab oldim. Shunaqa shakarsiz, ya'ni magazinlarda bor qora shokolad, bilasizlar. Shundan 60 gram olib maydaladim. Mikrovolnovkaga qo'ygan edim. Mikrovolnovka sal yaxshi eritib bermadi. Shuning uchun mana shunaqa issiq qaynoq suv solib shunda erita qoldim. Idishim oynali bo'lgani uchun sinib qolmasin deb asrab sekin soldim. Albatta shokoladni aralashtirib turamiz. Yaxshilab erish uchun ozgina mana ko'rasizlar, hozir o'simlik yog'idan ham qo'shaman. Tezroq suyuladi. Aralashtirib turib, mana shu tayyorlagan 5 dona mazali desertimizni, ya'ni foydali bo'lgan desertimizni shunga bulg'alab olamiz. Aziz obunachalarim, mehmonlarim, kanalimga tashrif buyurganingiz uchun juda ham katta rahmat aytaman sizlarga. Shuncha YouTube'da kanali ko'p, desertli ko'p, shu desertimni qanaqa desert ekan bu, shirinlik deb kirganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa, yoqqan belgisini ham qo'yinglar. Va kanalimni bir ko'rsanglar, yana foydali, yaxshi retseptlarni joylab boryapman. Sizlarga yoqsa juda ham xursand bo'laman. Albatta bu retseptlarni foydalanib pishirganingizda agar foyda ko'rsanglar, duoingizda bitta eslab qo'yinglar. Sekin-asta mana shunaqa qilib shokoladga bulg'alab olamiz. Albatta aytganimdek, bu non mahsulotini O'zbekistonda Toshkentda yashasanglar, korzinkadan olishingiz mumkin. Balkim boshqa do'konlardan ham topsanglar bo'ladi. Men o'zim korzinkadan sotib olib
oddiy taomlarimga non sifatida qo'shib yeyman. Va shu desertni internetda yaxshi bir rus kanalidan ko'rib qolgan edim. Shuni tayyorlab farzandlarimga, oilamga yedirdim, berdim. Ya'ni sizlarga ham shuni ilinib, video holatda qilib qo'yib qo'yganman. Juda bir ko'p vaqt sarf bo'ladi demayli. O'zim juda ham kam tayyorlaganimga 5 dona chiqqaniga ozgina nima deydi, kamroq tayyorlab qo'ymadim, chunki bolalardan oilam a'zolariga juda ham yoqqancha bolalardan ham qolmadi. Shuning uchun sizlarga ko'proq tayyorlashni maslahat beraman. Ana endi shokoladlarning hammasini bog'lab olamiz va morozilkaga qo'yib qo'ydim. Bir 10 minut, 15 minutga. Men ozgina bitta xato qilmanki, shu qo'yayotganimda shu tarelkamga oddiy pishiriq qog'ozini qo'yib, keyin shokoladlarni joylasam bo'lar ekan, shirinlikni. Chunki ozgina tarelkamga yopishib qoldi. Sekin-asta pichoq bilan ozgina ko'chirib oldim. Juda qiyin bo'lmadi, lekin men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Mana shu qo'yayotganingizda qog'oz qo'yinglar va xolodilnikka qo'ydik 15-20 daqiqaga shokolad qotib olish uchun. Mana aziz obunachilarim, mehmonlarim, mazali, tanamizga foyda bo'ladigan PP desert tayyor. Ya'ni PP degani bu to'g'ri ovqatlanish, bilasizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar, oila a'zolaringizga, farzandingizga ilinib, qilib beringlar, o'zingizlar ham iste'mol qilinglar. Va yana kanalimdagi bir retseptlarni ko'rib boqinglar. Sizlarga yoqsa juda ham xursand bo'laman. Kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'linglar. Bundan buyog'iga to'g'ri ovqatlanish, salatlari, pishiriqlari, shunaqa shirinliklardan joylab boraman inshaalloh, Alloh qodir qilgancha. Albatta bu shirinliklarimizni hammasi kuch-quvvatlari, ya'ni ilm va ibodatga bo'lsin. Mana ichlarini ko'ryapsizlar, juda ham yumshoqqina, odamni og'zida banan mazasi ham keladi, shokolad mazasi ham keladi, bir antiqa. Albatta tayyorlab ko'rib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Mana bolajonlarimdan talasham bo'lib ketdi bu shirinlik. Albatta yana tanagaga joylab, videolarga olib, keyin qo'llariga berdim yeyish uchun. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham xursand bo'laman. Fikringizni qoldiringlar va do'stlaringizga ham jo'natinglar. Allohga omonat bo'linglar, rahmat. Keling birgalikda mazali, yumshoqqina dasturxonimiz ko'rki bo'lgan mazali shirinlik neger torti tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga tuxum solamiz. Tuxum idishlarimizni, hamma masalliqlarimizni isrof qilmasdan ishlatamiz. Shakar solamiz va oddiy mana shu blenderda yoki vinchikda bir xil massa kelguncha, oppoq ko'pik hosil bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Uzog'i 5 daqiqa yetadi. Keyin masalliqlarni solamiz. O'simlik yog'i. Ozgina aralashtiramiz. Albatta qiziljonlar, har doimgidek nima ketishini opisaniyada va video so'ngida yozib qoldiraman. Endi tuxumli massani chetga olib qo'yamiz. Boshqa idishimizga qatiq solamiz. Sal eskiroq bo'lsa ham bo'ladi. Unga chayni sodaga limon suvdan solamiz. Chayni sodaning hidini o'ldiramiz va solamiz. Idishlarimiz yuqini, ya'ni masalliqlarni yaxshilab tushiramiz. Qiziljonlar avval qilmaymiz. Albatta bu maslahatlar ham yosh qiziljonlarimizga bilmaganlar uchun albatta. Yog'larimiz idishini tushirib oldik va bir xil massa kelguncha aralashtirib olamiz. Endi boyagi tuxumli massamizga mana shu qatiqli massani solib aralashtiramiz. Undan oldin sut solamiz. Albatta ko'rganinglardek idishlarimizni tozalab turamiz. Sut solamiz oddiy va uni ham ozgina masalliqlar aralashguncha aralashtirib olamiz. Endi bu idishni chetga olib qo'yib turamiz. Elangan unga elangan kakaoni solamiz va oshirma tuz, ya'ni razıxritel solib bir xil massa kelguncha aralashtiramiz. Qizlar ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu shirinligimizga razıxritel ham va chayni soda ham solinyapti. Mana endi boyagi suyuq massamizga quyuq unli kakaoli massamizni ozgina solib bir xil massa kelguncha aralashtirib olamiz. Qiziljonlar, video tezlashtirilgan, ko'p joylarni kesib olib tashladim, juda ham vaqt ko'payib ketmasin deb. Bilasizlar, qalbi go'zallarim, bittalab tushuntiraman. Yoz qizchalarimiz yangi shirinligini pishirishni o'rganayotganlarga qiyin bo'lmasin deb, shunda ham kesib tashlaganimda videoni 10 daqiqa bo'ldi. Uzoq deb o'ylamanglar. Mana massamizni yaxshilab aralashtirib oldik. Pechimizni yoqib qo'ydik. 100 gradusga men pechda to'klikda pishiraman. Shu massani ikkiga bo'lib olamiz, bir xil bo'lsin. Ya'ni ikkita listda alohida pishirib olamiz. Mana shirinlik qog'ozi soldim.
va birinchi bo'lagini soldim. Ikkita xamirni 6-8 daqiqa oralig'ida 130 darajada pishirib oldim. Endi mazali yumshoqqina shirinligimizga xona haroratida turgan sariyog'ni yaxshilab mikser yordamida yumshatib olamiz. Hozir bu holatda ikkita ko'rishimiz pishib, sovib turibdi, tayyor bo'lib. Biz krem tayyorlagunimizcha ko'shlarimiz sovib turadi. Endi oddiy qora varyoniy sgushenkadan o'lchab olamiz va sekin-asta aralashtirib krem holiga keltiramiz. Qizlarjoylar, albatta tayyorlab ko'ringlar. O'zim ham birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Har doim rostini aytganman, nima xatolar qilsam, kamchiliklar qilsam, qiynalganlarimni aytib o'tganman. Boshqa videolarimda ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu shirlikda ozgina vaqt uzoqroq ketsa ham, lekin vaqtimga achinmadim. Tayyor bo'lgandagi yumshoqqina og'izda eriydigan mazali negr tort tayyor bo'ldi va mazali zo'r chiqqanidan qarindoshlarimizga mehmonga olib ketdim. Endi sal quyuqroqga o'xshadi. Ozgina bir yarim piyola sut soldim va aralashtirdim. Suyuqroq krem bo'ldiki, ko'zlarim ichi yumshoqroq bo'lsin, bir-biriga shimilishi osonroq bo'lsin dedim. Shuning uchun ozgina sut soldim. Ana endi ko'zlarimiz pishgan, kremimiz tayyor. Ko'zlarimizni propitka qilish uchun, ya'ni ozgina namligini yana ham ko'paytirishimiz uchun ularga propitka tayyorlab oldim. Ozgina ko'rdinglar sutga, ozgina 2 qoshiqcha shakar va ozgina limon suvi, suv solib, yaxshilab aralashtirib qo'ydim. Mana tayyor bo'lgan ko'zlarimizni sovigandan keyin qog'ozdan ajratib oldim. Mana ikkita ko'z tayyor bo'ldi. Qalingani chiqqani uchun ularni ikkiga bo'lib, yana bu ikkita bo'lagini ham alohida ikkita-ikkitaga bo'lagi bo'ldim. Qarasam, qalingani chiqqani uchun ora-oralarga ham kremlar yetsin, mazali yumshoqqina bo'lsin deb bo'ldim. Sizlar xohlamasanglar shu 2 qavat ustimiz qilib krem surib tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Men har bitta shu bo'lgan bo'lagimni ikkiga bo'lib chiqdim, jami bo'lib 4 ta bo'lak bo'ldi. Men kattaroq list bo'lgani uchun aylantirib kesishimga qiynalmay, maydalanib ketmasin deb oldin bitta ko'rishni ikkiga bo'lib oldim, keyin yana bunaqasiga ham ikkiga bo'lib oldim. Qizlarjoylar, albatta sizlar o'zingizlarni ko'rishinglar qanaqa chiqdi, shunga qarab xohlasanglar bo'linglar, xohlamasanglar bo'lmanglar. Men maslahat berardim. Mana shunaqa bo'lib, ora-orasiga maydalab, kremdan yetkazib surishinglarni maslahat berardim. Albatta qizlarjonlarim, qalbi go'zallarim, video 10 minutdan oshib ketdi. Uzoq bo'lgani uchun uzr so'rayman. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bittalab tushuntirish xohladim. Chunki YouTube'da ko'pdan beri turadi bu videolar, shuning uchun rus kanalim ham bor. O'tib o'tsanglar qisqaroq qilib muzika qo'yib, ruscha yozuv qo'yib joylayman. U Aziza Mutalova deb ataladi. Bu o'zbek kanalimda, Aziza Bekajon kanalimda esa sal kattaroq video yasaymanki, bittalab tushuntiraman o'zbek ayollarimizga, qizlarimga, o'zimni kelin, nevaralarimga esdalik bo'lib qolsin deb qizlarjonlar. Albatta kanalimga bir nazar solsanglar, boshqa retseptlar ham topishinglar mumkin. Mana ko'zlarimizni sekin-asta, yirtib olmasdan sekin kesib oldik. Endi oddiy pishiriq qog'ozi qo'ydim. Xohlasanglar panis qo'yishinglar mumkin. Mana endi ko'zlarimizni ko'rganingizdek shunaqa holatda qo'yib olamiz. Men ikkita chetini o'rtaga qildim va chetini bir tekisda qilib shu tepa tarafdan kesib ikki tarafidan tekislab bordim. Krem surganimizda chiroyli bo'lib, tekis bo'lib chiqishi uchun bu chiqqan chetlarini mana shunaqa blenderga solib oldim. Oxirida maydalab ushoq qilamiz. Endi boyagi tayyorlab qo'ygan sutli propitkamizni alohida har bittasini orasiga yetkazib suramiz. Bu yerda video tezlashtirilgan, vaqt ko'p ketmasligi uchun krem suramiz. Ya'ni kremlarni bir tekisda yetkazishga harakat qilinglar. Orasiga surib bo'ldik. Endi ikkinchi qavatini qo'yib olamiz. Ikkinchi qavatni ham chiroyli qilib mana tepa qismiga tortdimki, o'sha tarafdan kesib, bir yoq tarafi tekis chiqyapti. Tepa tarafdan kesib olman va o'shalarni blenderga solib borib olman chetlarini. Mana buni ham joylaymiz. Ahamiyat beringlar. Nima deydi? Tekis bo'lib chiqsin, ko'zlarimiz bir-birining ustiga tushib qolmasin. Jarayon davom etyapti. Har bitta ko'z orasiga yetganimdek sutli propitkani solamiz. Mana xamirlarni chiroyli joylashtiramiz va krem suramiz. Qizlarjoylar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Vaqtingizga va masallig'ingizga achimaydigan bir shirinlik bo'ladi. Barakali. Bir joyga borsangiz ham juda ham yuz olib beradigan, bir nima deydi, mazali chiqadigan yaxshi bir shirinliklardan biri bo'ladi, pishiriqlardan biri bo'ladi qizlarjoylar. Mana qolganini ham ustlariga hamma kremni joylab surib oldim. Ya'ni chetlari bilan ko'ryapsizlar. Ahmad beringlar. Chetlariga ham yetkazamiz, ustlariga ham yetkazamiz. Kremni bir xilda qilib. Bu shirinlikni menga eng yoqqan tarafi barakali. Uyda bor masalliqlardan tayyorlasa bo'lar ekan. Albatta, xohlasanglar uyingizga tayyorlab qo'ysanglar ham bolajonlar, yosh kattalar choylarga, tirib choylarga juda ham mazali,
ancha kunga yetadigan pishiriq bo'ladi. Endi o'zbek oilalarida ko'pchilik bo'ladi, ko'p farzandlar bo'ladi. Juda ham shunaqa oilalarga asqotadigan shirinlik bo'lar ekan. Bu joyga olib borsangiz ham juda ham yaxshi. Albatta uyimizda o'zimiz bismillohir rohmanir rohim deb qo'limizni yuvib masalliqlarni asrab avaylab pishirganga nima yetsin. Ana endi ustiga glazur tayyorlayapmiz. Kakao va shakar unni aralashtirdik. Uni ham video oxirida va opisaniyada nima kerakligini yozib qoldiraman. Ozgina iliq suv bilan yaxshilab masallig'i, suv masallig'i bilan quyi masallig'i bir tekisda aralashtirib olamiz. Ya'ni bu glazur va gazga olib borib, sekin o'rta olovda quyultirib olamiz. Aziz qalbi go'zal opajonlarim, singiljonlarim, balkim sizlar oldin pishirib ko'rgandirsizlar. Albatta bu videolar pishirilmaganlar uchun bittalab tushuntirib olyapti. Ko'ryapsizlar, gazga qo'ydim, mana quyilish holatiga kelib qoldi, muntazam aralashtirib turamiz. Shunaqa sekin quyuq holatga kelganda gazni o'chiramiz, soviganda yana quyuqlashib qoladi. Albatta bu glazurni borib, sal sovigandan keyin albatta boyagi tayyorlayotgan shirinligimiz ustiga chiroyli qilib tekis qilib surtamiz. Ya'ni joylashtiramiz. Qalbi go'zallarim, albatta aytganimdek, men nima xatolik qilsam aytib o'taman dedim. Mana shu joyda sal glazurni sovutmagan ekanman. Ko'rgan bo'lsanglar, hozir mana ko'ryapsizlar, sirpanib ketyapti, sariyog erishib boshladi, ya'ni krem. Sariyog'li krem bo'lgancha erishib boshladi. Sekin shu holatda to'xtatib qo'ydim. Sekin glazur shu tortimiz ustida sovigandan keyin sekin-sekin joylab qo'ydim. Sizlar glazurni issiqligida solmanglar, sovutib surtinglar. Ana endi chetlardan chiqqan boyagi ushoqni yig'ib qo'ygan edik. Sekin blender yordamida maydalab olamiz. Blender bo'lmaganlar boshqacha holatda ham maydalashi mumkin. Qiziqjoylar, nimaga men xatolarimni bemalol aytib ketaman? Chunki bundan uyalmayman. Inson borki, har doim o'rganadi. O'rganishda davom etadi. Qiziqjoylar, xuddi shunaqa yasatishinglar, bezatishinglar shart emas. Hamma o'zining sharoitiga qarab yasatadi. Men shu holatda yasatdim. Sizlar ushog'ini ichida qoldirishinglar mumkin yoki kremni glazur yog'lariga tushirib oqizib olishinglar mumkin. Men ushoqdan ozgina qoluvdi, chetlari bilan bezatdim va ustiga oddiy uyda shokolad, oq shokoladim bor edi, shuni qirg'ichdan chiqarib ustiga sepib chiqdim. Sizlar o'zingizlarning sharoitingizga qarab chiroyli qilib bezatishingiz mumkin. Lekin mazasi bir xil bo'ladi. Qanaqa bezatsak ham. Men bu shirinlikni mehmonga olib bordim. Shuning uchun mehmonda shunaqa bo'lak-bo'lak pirojnilarga o'xshab kesamiz deb o'ylab, shunaqa zubочисткада kesib chiqdim va shuni ustiga mana ko'rdinglar, oq shokoladni qirg'ich yordamida qirib oldimda, ozgina shu bo'lak-bo'lakligi bo'linishini hisobga olib, o'rtasiga qo'yib chiqdim. Jami bo'lib 24 ta bo'lakka bo'linishi hisobga olindi. Qizlarjonlar, mana shu holat kelgandan keyin 1-2 soat turadi. Albatta 1-2 soatdan keyin kesamiz. Juda ham mazalari bir-biriga o'tib, yumshoqqina shirinlik paydo bo'ladi. Ana endi tayyor bo'lgan shirinligimizni idishga solamiz va siyla rahamni bog'lab, mehmon bo'lib, qarindoshlarimizga mazza qilib borib kelamiz. Aziz qalbi go'zal qizajonlarim, mana Ramazon dasturxoni uchun 2 xil shirinlik tayyorladik. Albatta tayyorlab ko'rsa deb o'ylayman. Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.